Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. E'tiborlaringizga yana bitta stansiyamizni tavsiya qilmoqchi edik. 2024-yil 26-avgustda qo'yilganda aka. Trina Solar Tigro degan panellarimiz ideya invertori bilan shu vaqtgacha ishlagan jarayoni hozir mana o'zlari aytishadi. Biz nima hali reklama bo'lib qolmasin, xonadon egalari o'zlari bemalol aytsa bo'laveradi. Qalay ishladi shu vaqtgacha? Yaxshi, xudo xolasa yaxshi ishladi. O'sha qo'yganimizdan baqa mana xudo xolasa 32 ming kilovat ishlab chiqardi. Bundan tashqari ustilar chang bo'lib ketgandi, bularni yuvganimiz ham yo'q. Agar yuvib tursak ham bir effekti yana ko'p. Yaxshi, qolgan nimalardan ko'ra ancha yaxshi ekan. Yaxshi ishladi. Xudo xolasa yana kelajakda yana xudo xolasa ishlash niyatimiz bormi? Ha, bo'ldi. Zo'r, bizga shu kerak. Siz asosiy siz rozi bo'lsangiz bo'ldi biz ishlar. Shuncha sarflagan plyus behuda osmonga uchmadi. Hammasi joyida, yaxshi. Mana qo'yganimizdan beri biror marta hali kelishgan yo'q mana. Ha, biror marta kelishgan yo'q, nima demoqchiman. Servis nimasidan biz chaqirtirganmiz. Ha, ehtiyojingiz bo'lgan yo'q bizga. Ehtiyoj bo'lgan yo'q. Ha, ishlash yaxshi, prinsip ham joyida. Yaxshi. Tavsiya qilamiz agar qidiramiz deganlar bo'lsa. O'sha payt qanchaga kilovatga qanchaga tushganda o'sha paytda 80 millionlar atrofida tushdi, rosa qimmat paytda. 84 millionga 84 million tushdi. 84 millionga 20 kilovatga tushgandi. Invertor kuchliroq. 25 kilovatni qo'yib berganmiz asosiy. 20 kilovat. Nimaiki panelimiz kuchli hisobiga biz 25 kilovatni qo'yganmiz 20 kilovat stansiyaga. Nimaiki zapasi bilan bo'lishiga, hali mabodo yoz kuni pik paytida qiynalmasdan periboy ishlamaslik uchun hali o'chib qolmasin. Qilmoqchi edik, xudo xolasa qilamiz qo'shimchani. Mana hozir xaridor bilan ham gaplashamiz. 1,5 yil oldin o'rnatgan ekanmiz. Hozir o'zlari telefon qilib chiqishdiki, yana o'rnatmoqchi emaslardan, boshqalardan o'rnatishgan bo'lib dast avval. Ularda o'rnatgan uskunalar arzon qo'yganini o'zlari bilishadi. O'shani hisobiga xotirjamligi yo'qotgan, bu bizni paneldan baraka topishgan, xudo xolasa. Bundan bag'i ham yaxshisi, bu panel o'rnatganimizdan yuvilgan ham yo'q ekan. Shuncha 32 ming kilovat ishlab chiqaribdi. Bu ham yaxshi natija. Bu degani 32 million degani. O'sha sarflagan xarajatning yarmi chiqqan. Klientimizga qayta murojaat qilishdi. Bu murojaat qilishlariga asosiy sabab yaxshi uskuna qo'yilgan, yaxshi montaj qilingan, eng asosiy yaxshi usta tanlangan, hamma ish mezondagidek bo'lgan. O'shani hisobiga bizni stansiyamiz uyaltirmagan, yaxshi ishlagan. Xudo xolasa bundan bag'im yaxshi ishlab beradi. Kimki xotirjamlikda quyosh panelidan daromad qilishni xohlasa, bizga murojaat qiling. Biz albatta hamma xizmatlaringni qilib berishga tayyormiz.